Assalomu alaykum. Demak, Essential Grammar in Use darslari davom etadi. Bugungi darsimizda Xudo xohlasa sizlar bilan demak 44-unit, ya'ni savollarni takrorlar ekanmiz. Qanday qilib demak zamonlarda savollar tuzishlar, shularni bir boshdan yana bir takrorlab chiqar ekanmiz. Is it, have you, do they, ya'ni present simple, present perfect, past simple yoki fe'l gaplarda ya'ni to be bilan savollar yasashni, ya'ni questions birinchi bo'limda o'tamiz ekan. Ya'ni keyingi darslarimiz demak yana savol yasashlar bo'ladi, lekin sal boshqacharoq bo'ladi. Bugun ya'ni avval o'tgan savol yasash uslublarimizni qaytaramiz. Demak, unda boshlaymiz. Xo'p. Demak, biz bilardik, oddiy pozitiv gapda qanday qilib savol gapga o'zgartirishdi. Misol uchun, you are eating degan gap bo'lsa, bitta you subject, are to be, eating verb ing. Endi shuni savolga o'zgartirsam, tarjimasi siz yeyapsiz bo'lsa, present continuousda, endi siz yeyapsizmi degan savol tug'sa qanday yasaymiz? Endi bu yerda bu ya'ni to be ni are ni subjectdan oldinga qo'yib qo'yamiz. Ya'ni are you eating, yeyapsizmi? Are you eating, yeyapsizmi? Bo'lishli gapda to be dan subjectdan keyin to be keladi, savol gapda esa subjectdan oldin keladi. Xo'p, endi WH bilan yasaydigan bo'lsak, WH da o'sha to be dan oldinga qo'yamiz. Ya'ni what are you eating? Nima yeyapsiz? Nima yeyapsiz? Bilamiz, bu to be bilan boshlangan so'zlarimiz ha yoki yo'q degan javobni talab qiladi. Ya'ni yeyapsizmi degan savol bo'lsa, ha yeyapman, yo'q yemayapman. Lekin WH bilan boshlangan savollarimiz ha yoki yo'q demak javobini talab qilmaydi. In questions, the first verb is, are, have is before the subject. Demak, savollarda birinchi fe'l, ya'ni to be bo'lishi mumkin, have bo'lishi mumkin yoki can, could, will, mightlar bo'lishi mumkin. O'shalar demak hamisha demak subjectdan oldin deyapti. Qachon? Question gaplarda, ya'ni so'roq gaplarda. Tushunarligi? Demak, chap tomondagi ustunimiz, ya'ni plusli gaplar, so'roq, ya'ni oddiy bo'lishli gaplar, o'ng tomondagi esa savol gaplar bo'ladi. Ya'ni chap tomondagi gapni savol shakliga o'zgargan shakli. Misol uchun, biz bilardik, plusli gaplar yasashda subject plus verb edi. Subjectdan keyin verb keladi. Endi savol gaplarda bo'lsa verb birinchi, keyin subject. Endi verb deganda bu yerda savol yasovchi verblar bo'ladi. Ya'ni aytaylik, misol uchun to be da am, is, are bilan, hop past simple da demak was yoki were yoki didlar bilan, future da will yoki can, have, haslar bilan demak savollar tuzardik. Xuddi shunaqani aytmoqchi. Misol uchun pozitiv gapdan o'qishni boshlayman. I am late. Men kech qolaman. I am late. Pozitiv gap. Bu yerda demak verbimiz ish harakatni bildirmasa ham to be bu yerda verb vazifasini bildiryapti. Endi shuni kech qolamanmi degan savolga o'zgartirishga qanday qilamiz? Ya'ni bu formulaga qo'yamiz. Bu to be ni subjectdan oldinga qo'yib qo'yamiz. Ya'ni am I late? Am I late deb yasar ekanmiz. The seat is free. The seat is free. Demak, joy bo'sh deyapti. Ya'ni joy bo'sh deyapti. Bu yerda joy subject, is degani demak joyga nisbatan birlik bo'lgani uchun is oldik, ya'ni singular noun bo'lgani uchun is free demak gapni qolgan qismi. Endi joy bo'shmi degan gap tuzmoqchi bo'lsak, is that seat free? Ana bu joy bo'shmi deb yasaymiz. Ya'ni bu to be miz subjectdan oldinga demak chiqib qolar ekan. Uchinchi gap, she was angry. She was angry. U demak xafa edi yoki jahli chiqqan edi. U jahli chiqqan edi. She was. Endi u jahli chiqqan edimi degan gap tuzadigan bo'lsa, was she angry? Was she angry? Endi nimaga jahli chiqdi deb WH bilan tuzadigan bo'lsak, why was she angry? Why was she angry bo'lar ekan. David has gone. David has gone. Bu qaysi zamonda tuzilgan gap? Present perfectda tuzilgan gap, ya'ni hozirgi tugallangan zamonda. Tarjimasi David ketdi. David ketdi. Endi David ketdimi degan gap tuzish uchun has David gone? Has David gone?
Endi qayerga ketdi degan gap WH bilan tuzadigan bo'lsak, where has David gone? Where has David gone? Qilib gap tuzar ekanmiz. Keyingisi, demak, you have got a car. You have got a car. Demak, sizning mashinangiz bor. Sizning mashinangiz bor. You have got a car. Endi sizning mashinangiz bormi deb savol tuzadigan bo'lsak, bu have da, ya'ni bor degan fe'limizni subjectdan oldin, ya'ni you dan oldinga qo'yamiz. Have you got a car? Have you got a car? Mashinangiz bormi? Mashinangiz bormi deb tuzilar ekan. They will be here soon. They will be here soon. Ular yaqin orada shu yerda bo'ladi. Ular yaqin orada shu yerda bo'ladi. Gapimiz qanaqa gap? Futuredagi future simple gap. Demak, bu yerda futureni bildiradigan fe'limiz bitta will. Demak, asosiy fe'limiz bo'lsa be. Tushunarligi? Be bu demak emissarda umumiy bitta ko'rinishi. Futureda emissar bo'lmagani uchun biz be ni ishlatamiz. Ya'ni future ko'rinishi desa ham bo'ladi. Demak, be ni faqat futureda ishlatmaymiz, hozirgi zamonda ham ishlatsak bo'ladi. Demak, gapda lekin o'rniga nisbatan, qanaqa gap tuzayotganimizga nisbatan ishlatsak bo'ladi. Xo'p, bu yerda demak futureda ishlatildi. Endi ular yaqin orada shu yerda bo'ladimi degan gapni aytadigan bo'lsak, when will they be here? Uzr so'rayman. Will they be here? Ular shu yerda bo'ladimi? Ular shu yerda bo'ladimi? Will bilan tuzyapman birinchi bo'lib, ikkinchi bo'lib when bilan tuzadigan bo'lsam, when will they be here? Ular qachon shu yerda bo'ladi? Ular qachon shu yerda bo'ladi? Xo'p, Paula can swim. Paula can swim. Can qila olmoq, ya'ni biron narsa qilishga qobiliyati bo'lmoq degan demak modal edi. Gapda asosiy fe'l lekin swim, ya'ni suzmoq. Endi bu pozitiv gap. Suza oladimi Paula deb savol tutsak, can Paula swim? Can Paula swim bo'lar ekan. Xo'p, remember the subject is after the verb. After the first verb. Xo'p, remember the subject is after the first verb. Yodda tuting, gapimiz egasi birinchi fe'ldan so'ng deyapti. Ya'ni birinchi fe'ldan so'ng keladi deyapti. Ya'ni gapimizda ikkita fe'l bor, bittasi savol yasovchi, ikkinchisi asosiy fe'l. Birinchi fe'l bo'lsa savol yasovchi fe'l bo'ladi. Tushunarlimi? Asosiy fe'l emas u. Asosiy fe'l misol uchun swim bo'ladi, bitta be bo'ladi yoki got bo'ladi yoki gone bo'ladi, lekin will, have, has, was, emizarlar bular savol yasovchi yoki demak gapda ikkinchi darajali fe'l desak ham bo'ladi. Xo'p, demak birinchi fe'ldan keyin subject bo'ladi. Ya'ni birinchi fe'l o'sha ikkinchi darajali fe'llarimiz. Misol uchun where has David gone? Where has David gone? Bu yerda birinchi fe'limiz has. Hasdan keyin nima bo'ladi deyapti? Subject bo'ladi deyapti. Ya'ni after first verb. Birinchi fe'limiz has. Undan keyin nima? David. David nima? Subject. Va ikkinchi fe'limiz qaysi? Gone. Bu asosiy fe'limiz. Tushunarligi? Present perfectdagi savol. Qayerga David ketdi? Qayerga David ketdi? Qavs ichida noto'g'ri variantini yozgan, unaqa yozmang demoqchi. Ya'ni where has gone David deb yozmang deyapti. Ya'ni Davidni ikkinchi fe'ldan keyin qo'yib qo'ymang demoqchi. Bu gap grammatически xato bo'lar ekan. Ikkinchi example, are those people waiting for something? Are those people waiting for something? Ana va odamlar biron narsani kutyaptilarmi? Ana va odamlar biron narsani kutyaptilarmi? Demak, bu yerda ko'ryapmiz those people subject. Umuman ikkita shu so'zimiz bitta subject deb o'ylaymiz. Ya'ni those people, ana va odamlar subject. Nimadan keyin? Birinchi fe'ldan keyin, aredan keyin. Waiting bu present continuousda asosiy fe'li, ya'ni hozirgi davomiy zamonda asosiy fe'li yapti degan ma'noni bildiradi. Demak, birinchi fe'ldan keyin subject kelyapti. Noto'g'ri varianti bo'lsa are waiting those people bo'lar ekan. Bu unaqa gap tuzish xato. Sababi subject ikkinchi fe'ldan keyin kelib qolyapti. Bu xato. Birinchi fe'ldan keyin keladi deganmiz. When was telephone invented? When was the telephone invented? Xo'p, qachon telefon ixtiro qilingan? Qachon telefon ixtiro qilingan? Was demak birinchi fe'l, shundan keyin the telephone degani bu subject. Invented demak ikkinchi asosiy fe'l bo'lyapti. Xato varianti bo'lsa when was invented telephone. Demak bu gap xato bo'lar ekan. Xo'p,
Endi present simple'da va past simple'da hozirgi zamon va o'tgan zamonda savollar tuzish. Biz bilardik, hozirgi zamonda savol tuzish uchun bizga do yoki does kerak bo'ladi. Subjectga nisbatan ikkalasidan birini tanlab olardik. O'tgan zamonda bo'lsa, do yoki does o'tgan zamon shakli bitta did bo'lar edi. Demak, birinchi qatordagi savollarimiz present simple'dagi bo'lar ekan. Misol uchun are you, they va ko'plik otlarimizga yoki egalarimizga do degan demak savol yasovchi fe'lni ishlatar ekanmiz. Misol uchun do I work men shu yerda ishlaymanmi yoki do I live shu yerda yashaymanmi? Endi does'ni he she'ga yoki singular nounlarga ishlatamiz. Misol uchun does she work, does she live. E'tibor berasizlar, hech qanaqa fe'lga es, s qo'shimchalarni qo'shmaymiz, sababi bu fe'limiz infinitiv shaklda bo'lar ekan. Endi shuni past simple'da qanday bo'ladi? Past simple'da did bo'ladi xolos. Ya'ni bularni bitta zamon orqaga tushgan holati. Xo'p, did he work? U ishlagan edimi? U yoki ular ishlagan edimi? Ular yashagan edimi yoki ular ketgan edimi degan tarjimalar bo'lar ekan. Demak, bildik qanday savol yasashdi presentda va pastda. Xo'p, demak, chap tomondagi gaplarimiz pozitiv, o'ng tomondagi gaplarimiz question gaplar bo'lyapti. Misol uchun they work hard, ular qattiq ishlaydi. Endi shuni savolga o'giradigan bo'lsak, qanday o'giramiz? Demak, workga nisbatan savol beramiz. Ya'ni do they work hard, ular qattiq ishlaydimi? Nimaga do? Sababi they do oladi. Mana bu yerda ro'yxatda they do olganini ko'rganmiz. Yana subjectdan oldinga do o'tadi. Subjectimiz birinchi fe'ldan keyin kelyapti. Ya'ni subject they bo'lsa, birinchi fe'ldan keyin ikkinchi fe'ldan oldin kelyapti. Ikkinchi example, you watch television. Siz televizor tomosha qilasiz. Present simple'dagi gap. Endi siz televizor tomosha qilasizmi degan gap bo'lsa, do you watch television? Endi WH bilan qiladigan bo'lsak, how often do you watch television? Qanchalik tez-tez televizor tomosha qilasiz? How often do you watch television? Qanchalik tez-tez televizor tomosha qilasiz? Chris works hard. Chris works hard. Chris qattiq ishlaydi. Chris qattiq ishlaydi. E'tibor bersanglar, fe'lga qo'shimcha qo'shyapmiz, ya'ni s qo'shimchasini, sababi Chris. Hop. Demak, bu yerda he degan olmoshga teng bo'lyapti. Biz bilardik present simple'da, demak he, she, it yoki singular nounlardan keyin present simple'da gap tuzadigan bo'lsak, fe'limizga qo'shimcha qo'shardik, ya'ni bu yerda s qo'shimchasini qo'shdik. Endi savol beradigan bo'lsak shunga, does Chris work hard? Does Chris work hard? Chris qattiq ishlaydimi? Chris qattiq ishlaydimi degan savol tuzilyapti. Keyingi gap, she gets up early. She gets up early. U erta turadi. U erta turadi. Bu gapimizda ham fe'limiz qo'shimcha olyapti, sababi she ga nisbatan. Endi savol tuzadigan bo'lsa, shu gapga nisbatan what time does she get up? What time does she get up? Ko'ryapsizlar, bu yerda does bilan savol tuzyapti. Fe'limiz endi es olmayapti. Sababi o'rniga do es oldi va does ga o'zgardi. Xo'p, keyingisi they worked hard. They worked hard. Ular qattiq ishlagan edi. Did they work hard? Ular qattiq ishlagan edilarmi? Ular qattiq ishlagan edilarmi? deb savol tuzamiz. You had dinner. You had dinner. Siz kechki ovqat qilgan edingiz yoki siz kechki ovqat qilgan edingiz. What did you have for dinner? What did you have for dinner? Kechki ovqatga nima yedingiz? Tarjimasi. Yedingiz degan fe'l bo'lmasa ham biz bilardik. Have dinner, have breakfast yoki have lunch degan iboralarimiz o'sha paytdagi, misol uchun lunch, ya'ni obed paytdagi, dinner kechki paytdagi yoki nonushta breakfast paytdagi ovqatni yemoq degan ma'noda ishlatilardi. Bu yerda ham tarjimada what did you have for dinner degan gapimizni tarjimasi kechki ovqatga nima yedingiz deb chiqar ekan. She got up early. She got up early. U erta turdi. U erta turgan edi yoki. What time did she get up? What time did she get up? Soat nechida u turgan edi? Soat nechida u turgan edi? Demak, gapimiz past bo'lgani uchun pastlik, demak, savol tuzdik did bilan. Tushunarligi.
Davom etamiz. Sometimes do is the main verb. Ba'zida demak do asosiy fe'l bo'lishi mumkin ekan deyapti. Ya'ni gapimiz ikkita do kelib qolsa, ikkilanmangki, hozir ikkita do kelib qoldi-yu, qaysi bir asosiy verb deb ikkilanmang. Ba'zida demak do, ya'ni ish bajarmoq degan fe'l bo'lishi mumkin. Tushunarligi? Misol uchun, do you do bajarasizmi? Yoki did he do, u bajargan edimi? Aytaylik, biror bir ish harakatni yoki biror bir vazifani. Tushunarligi? Example'lar. What do you usually do at weekends? What do you usually do at weekends? Odatda hafta oxirida nima qilasiz? Yoki hafta oxirlarida nima qilasiz? Xo'p, odatda hafta oxirlarida nima qilasiz? Presentdagi gap, present simpledagi, hozirgi oddiy zamondagi va ko'ryapmiz bu birinchi verb, undan keyin subject, bu savol yasovchi verb, asosiy verb bo'lsa do, tushunarligi main verb. Xo'p, what does your brother do? What does your brother do? Ukangiz nima ish qiladi yoki nima qiladi? Nima ish qiladi degan ma'noda bu ham kasbi nima yoki. Xo'p, ko'ryapmiz. Bu yerda does olyapti, sabab brotherga nisbatan ishlatilyapti va asosiy verb do bo'lyapti. He works in a bank. He works in a bank. U bankda ishlaydi. He works in a bank. U bankda ishlaydi. I broke my finger last week. I broke my finger last week. O'tgan hafta barmog'imni sindirib oldim. O'tgan hafta barmog'imni sindirib olgan edim yoki tarjimasi. Qaranglar, bu yerda gapimiz demak past simple tuzilyapti. Ya'ni break degan, sindirmoq degan fe'limizni ikkinchi shakli, ya'ni broke bo'lyapti. Endi savol bersak unga how did you do that? Qanday qilding uni? Ya'ni qanday sindirib olding degan ma'noda. How did you do that? Bu yerda did savol yasovchi, past simple va do asosiy main verb. Xato shaklini aytyapti. Bunaqa yozmanglar degan maqsadda how did you do that? How did you that degan shaklda yozmang deyapti. Ya'ni how did you that deb turib yozmang deyapti. Tushunarligi? Bu xato gap bo'ladi. Xo'p, endi negativ savollar tuzishni o'rganamiz. Sizlar bilan qanday qilib demak bo'lishsiz savollar tuzamiz. Ya'ni nimaga uxlamay yotding? Nimaga o'qishga bormading? Yoki nimaga uyga ketmading? Nimaga dars qilmading degan gapimizda ko'ryapsizlar, bo'lishsizlik demak belgilari bor. Shunaqa savollar tuzishni o'rganamiz sizlar bilan. Xo'p, birinchi gap, where is John yoki where is John? John qayerda? John qayerda? Why isn't he here? Why isn't he here? Nimaga u bu yerda emas? Nimaga u bu yerda emas? Demak, negativda savol tuzadigan bo'lsak, birinchi bo'lib WH, undan keyin to be va to be'dan keyin demak not keladi. Demak, notdan keyin subject keladi va to be'ni o'sha subjectga nisbatan tanlaymiz. Misol uchun bu yerda he kelgani uchun is oldik. Tushunarligi? E'tibor berasizlar, subject bilan to be'ni o'rtasida not, ya'ni negativli bo'ladi. Ko'pincha qisqartirib keladi, tabiiy chiqish uchun. Bu yerda ham demak qisqa shaklda yozdi, ya'ni short formda isn't dedi. Why isn't he here? Nimaga u bu yerda emas? Qavs ichida xato variantini yozgan, ya'ni why he isn't here. Why he isn't here, not why he isn't here bo'lar ekan. Ya'ni bunaqa tarzda gap yozmang, xato bo'ladi demoqchi. Isn't he, why he isn't here. Demak bu gap xato bo'lar ekan. Why'dan keyin to be, keyin subject kelish kerak deyapti. Keyingisi, why can't Paula come to the meeting tomorrow? Why can't Paula come to the meeting tomorrow? Nega Paula ertaga uchrashuvga kela olmaydi? Nega Paula ertaga uchrashuvga kela olmaydi? Bu yerda ham ko'ryapmiz. Demak, birinchi verbdan keyin not qo'shilyapti va notdan keyin asosiy fe'lni va not o'rtasida subject kelyapti. Tushunarligi? Demak, notimiz subject bilan birinchi verbni o'rtasida bo'lar ekan. Endi uni xato varianti bo'lsa not why Paula can't turib gapimizni yozib ketamiz. Shu gap xato bo'lar ekan. Tushunarligi? Hop, why didn't you phone me last night? Why didn't you phone me last night? Nimaga kecha
Menga kecha kechqurun menga telefon qilmading. Nimaga kecha tunda menga telefon qilmagan eding? Gapimizni ko'ryapmiz. Bu yerda ham asosiy demak verbimiz subjectdan keyin kelyapti. Birinchi verbimiz bo'lsa, demak notdan oldin va subjectdan ham oldin kelyapti. Demak, xulosa qilib aytadigan bo'lsak, bugungi darsimizda sizlar bilan xo'p, zamonlarda, har xil zamonlarda, har xil grammatikalarda savollarni yasashni bir takrorlab o'tdik va subject o'rni qayerda bo'ladi, to be o'rni qayerda bo'ladi, savollarda o'rni qayerda bo'ladi, shularni yana bir esga olib o'tdik. Va negativda savol tuzishlarni o'rganib chiqdik. Demak, sizlardan talab qilinadigan narsa darsni yaxshilab takrorlash, gaplarni daftarlaringga ko'chirib yoki aytaylik bu gapdagi bilmagan so'zlaringni o'rganib, yodlab chiqish bo'ladi va mavzu oxiridagi eksersizlarni ishlab videomizni demak tushunguncha demak ko'rish bo'ladi. Darsimiz shu yerda o'z nihoyasiga yetadi. Keyingi darslarda uchrashguncha sog' bo'ling, omon bo'ling. E'tiboringlar uchun rahmat.